Yenge, 10 ming koy bosib berib tursangiz bo'ptiki. Qanday qilsangiz? Mabdi bilan bir turadigan bo'lgan shuningga pul kemlab qilib. Sizning maoshingizni ham men bir narsa deyolmayman. Akangizmi sizga bek amroq o'zingiz huquqsiz. Shunga akangizga chiroyli deb akangizdan so'rang afkam. Akamdan so'sam, akam tillaydi shunga sizdan so'rganda. Yo'q, chiroyli gap qilsangiz unaydi. Men ma'noga ma'qul deb pulni sizga berib tursam, akangiz bilib qolsa men hech qanday qiladi. Shunlashqa chiroyli akangizga deb bir akilib turib akangizdan so'rangchi ben. Men akangizni to'lab qo'yay, akangizni o'ziga demsiz. Ma'qul. Aka. O'tira. Yengang dağılsam deydigan gipi var ekan deydigan. Pishtalam 10 ming koy lazım bo'lib qolgan. Vafka men sen o'zingni akstusan nimish da'vamasam yengangga deb buni. Sen tillamiki deb. Va nimish pulni pul nimaga topaman? Sen singlim tursan. Tova. 10 ming koyma. Ey batim tak boşan görsalam deb olib qo'ygan pul tema. Nimaga shutsa? Mabdi bilan birga uy zulab turadigan bo'lgan degina shunga pul yo'q. Ama uy jaramoqchimta. O'g'ilda so'ng birga bir turishqa. Va bo'lib tukam hozir o'g'alni besim bek eshib ketdi. O'g'alni chiqimda qilsang faqat bo'lmaydi. Shu yangi o dibad ishlaydi, qo'y 20 kecha ishlagandan keyin bek charchab ketdi, shu ig'irini sarg'im yo'qonsan. Ya men 10 ming pul yetmaydi ukam. Akşama bir tutsang sen bir tamak etib birsa akşama. Bir şey ko'ktat qo'ydim ishni so'yib beray qala. Bangshang tiqib kulib sho'rib seppa. Anandan keyin bir akşam uya bir saga chiqib qolsang pul ketadi ukam. Ma pul ozlab qolib boshanga degan 30 ming kun chiqib bersinmi? Ya bilgacha 60 ming vaqtni to'yda quratam olamiz ya o'g'il do'stimdan. Ha? Gapdan bek tayani gapdek aka. Tayan gap emas, rostatmi? Nima qilsa o'g'alnim bu turib edesh to'y qilmay turib, tamg'isi va qonunliq jang'izini olmay turib nima oldi? Hozir hammadan boshlab turdi ekan shu. Qanda hammadan boshqa qilyapti-da. Ha? Boshqa odam qismayli sen qilsang bo'lmaydi. Dadam qo'lini yuvib topqansina, unutib qolmajon men senga deb qo'yay. Men qiz olganning eng to'van cheki bo'lish kerak menda. Sen o'zingning izzat hurmatini o'zing qo'g'dimasang, o'zing hurmat qilmasang, haq qo'g'damda. Haq 60 mingga to'y qilib, xotinni elib bir umr bir yashashni o'ylaydi. Lekin sening ma'bading g'ajab bilan ma'badga yava. Maloqqa o'ydim bizni ijarab beribsan. Tamog'ini etib bersan, o'ngda yetib. Shunama? Bakal xotin bo'lsa. Aka sen bek qaloq ekansan, ye. Men qaloq. Nima axloqni buzma, fikma, pachepni buzma, qizvalliqingni saqla deb men sen nasihat qilsam, men gaday, men tompay, men saraliq. Navad amma qilib qasqanda qilsa? Oladi. Cho'qim olamda. Fikam, anda ishinib ketma. Men burun sene qala, jinimda ez ko'rmamiş, ukamni to'y qilmay bir umr boqama degandim. Dadam hayot vaqtida. Endi men xotnilib, men turmushning keyinda yurib ketdim. Men jinimdim sen qaylab bo'lanmadim, izlab bo'lanmadim. Men qo'liqonni tatib bo'lanmadim. Shuni chiqayotgan chataqdim mava. Men akang jinimda men gapimni turamavsam, yatadim gapib turama. Ha? Bir yer bir azan go'shtni sho'rib suvaymkan. Ha? Bir o'g'il bola bir ko'p pul chiqarishni xohlamay. Seni yaxshi ko'rgan bo'lamdikin bu yerda. Men nomus qil qala, cho'p-cho'ng ulab qolding. Qasammadim, asta bir o'tiribdi menga bir deb bera. Mening og'illarimning so'nlar shunda ishdan kirdi, uy ichirdi, udul uydagilarga yordamlashidi. Shunda axloqliq baka vaqtida Lıkılıkkang, digidikkang deyak chirayvermay, menda kitob qolg'ir, kitob o'qib bilim ol. Qachon qiz kichik klubda arang-sarangmida dildangshiga hammadamni ko'rsang, xuddi beliqi buzuq odamni ko'rsang, hammadam sening ko'zingga buzuqdek ko'rinib turadi. O buzuqqa bayaga bormay, menda yaxshi yerligi bor, kitob qollig'i bor, ota-onangga yordamlash. Ejba unda emasmi? Sening nazaringdagi axloqli qizil qanday qizil fikam? O'g'abaning nazaridagi axloqli qizil qanday qizil? Sening qizval bo'lib chiqibdan sening nazaringdagi axloqli qizlar ma'badga sodiq bo'lsa, ma'badga bakaga xotin bo'lsa, ma'badga bakaga xizmatkor bo'lsa, sening nazaringda sen bir axloqli qizlar. Lekin o'g'il bolaning nazarida fikam bu men bakadan baka yaqinlashdi. Bu men bakadan baka bedel to'ldi. Bu men bakadan baka o'zini otadi. Demek bu hammadamga o'zini ataydigan bir peskesh deb oxirida ba gunohni hammasini ishtirib qo'yib, sen ko'chiq ishtirib qo'yamikan?
Bak ayacının besi olacağım afkam. Ma dadamның tapkan kızıdek, anamның terbiyeligen mana kızıdek iş kıl. Ma yüzümüzün tökme. Ma bir ötürüş hata olgan takdirde mi? Kınmaysa. Toğru olsa mı? Kınmaysa. Başkıl kıysa karın bulmuşsun. Başkıl degen başkıla. Sen ma? Vaqt emmini ispatlap birdi. Aman bir kuni sen hayatın kelib bir uyda turib tamaqın etgan bakal xotin bo'lgan bir qiz bolaninki oshi g'alchilikni qilgan shu o'g'il bolaninki og'inni to'y qilganni bir umr baxtli bo'lganni bir ata bol tepib jangzag'ini ko'rib baqdingmi? Qarsingni ko'rib baqdinglar? Bir adashlarini ko'rib baqibdim ya. Ishkayu. Jiqlab kes ishki jel. Bas bu erkan setdan bir mashindan bir nappa, uydan bir nappa. Oğal degan mana qimmat narsaga amroq, boshqa chiqilanmaydigan, yiqilishanmaydigan. Sen bir o'ylab qal bir kemputni. A xoltisi bo'lsa hammadan yigisi keladi. A kemputni yeng chunki. A xoltisi elolab bir shumib, hammamiz ko'rib bo'ldi, hammamiz bilib bo'ldi. An yo'lga tashab qo'yamsa, an necha yuz mingga pulni o'tirsa sanjib qo'yamsa, birasi shumib qo'yamda ana. Ko'ngil ko'tarmaydi fikam. Qiz bola degan manda pokiz o'limizmi? Adab axloq o'limiz. Ma 10 ming pulni beray. Hejla o'zingga. Va oltin zanjir al, oltin soat al. Lekin yot adam uchun badal to'layman fikam. Sendan kutadigan umidim shu juma. Ma kelgusi eran o'zgalardek yasha. Birinchidan, a kelgusi farzanding o'zgalardek yasha. Bosh talpim yo'q.